Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Bugun piyoz masterimizni nastroykalari bo'yicha ozroq tushunchalar berib ketamiz. Nastroyka qilishimizdan avval har bitta piyoz masterimizda mana shu sxema bo'yicha ishlaymiz. Mana bu birinchi qatorimiz nasatkalarimizni teshiklarini soni, ya'ni bizda 10 ta va 20 ta teshik nasatkalarimiz bor. Mana 10 ta teshikli nasatkamiz va 20 ta teshikli nasatkamiz. Hech qachon ikkalasini almashtirib qo'ymanglar, chunki oraliq masofasi kengayib ketishi mumkin. Misol uchun agarda sizga 10 ta teshikli nasatkangizga mana piyoz urug'imiz tushdi, agar shu holatda ekmoqchi bo'lsanglar, 10 ta teshikli nasatkamiz 6 sm dan 15 sm gacha ekib beradi. Hozir biz 10 talik nasatka bilan 6 sm ekmoqchi bo'lsak, tepaga chiqsak mana. Mana shu birinchi qatorimiz har doim tepa tomon, ya'ni bunker tomoni hisoblanadi. Ikkinchi qatorimiz, pastki qatorimiz har doim g'ildiraklar tomon, ya'ni past tomon hisoblanadi. Shu ikkalasida hech qachon yanglishmaydi. Tepa tomon bunker tomon bo'ldi, past tomonimiz g'ildirak tomon. Demak, bizga 9 bilan 14 kerak. Tepaga mana 9 ta tishlikni qo'yamiz va pastiga 14 ta tishlikni qo'ysak, bizda hozir 10 talik nasatkamiz bilan shunda 6 sm ekib beradi. Shu holatda sizlar agar 20 talik nasatkamizni qo'yadigan bo'lsanglar, e'tibor berasizlar, mana 20 talik nasatkamizni qo'yib tepaga chiqadigan bo'lsak, demak 9 bilan 14 qo'yganimizda yanglishmaydi, 3 sm ga aylanib qoldi. 3 sm ekib beradi. Hech qachon 10 talik nasatka bilan 20 talik nasatkani joyini almashtirib qo'ymanglar. Endi biz 20 talik nasatkamiz bilan 8 sm ekmoqchi bo'lsak, tepaga chiqamiz. Mana tepa qismi 14. Ya'ni mana 14 ta tishlikni bu yoqqa qo'yamiz tepaga va 9 ta tishlikni past tomoniga qo'yamiz. O'shanda bizda hozir 8 sm ekib beradi. Chuqurligini nazorat qilish uchun mana shu boltani har bittasini yechib chiqasizlar. O'zingizga kerakli 1, 2, 3 sm oraliqlarini belgilab olib, o'sha 1 sm ga tushirib, qotirib qo'ysanglar, bu chuqurligini nazorat qilib beradi urug'larni. Ko'chatlarimizni eniga 7 sm dan boshlab kengaytirish uchun mana shu boltimizni bo'shatasizlar va xohlagan razmeringlarga kengaytirishingiz mumkin. Urug'larni kam ko'p tushishi mana shu cho'tkalarga bog'liq. Cho'tkalar bir donadan, ikki donadan tushirishdi. Mana hozir cho'tkaga e'tibor bersanglar ochib qo'yilgan. Bemalol 2 ta 3 ta urug' tushishi mumkin. Agarda bir donalab tushirmoqchi bo'lsanglar, o'sha boltani qotirib qo'yasizlar pastroq qilib cho'tkani. Mana hozir biz qotirgan holatga olib keldik. Endi urug'larni bir donadan filtrlab o'tkazib beradi. Ko'pchilik piyoz masterimiz qopqog'idagi dizaynerga e'tibor berishmaydi. Bu o'zimizni urug'larning kalibrovkalariga moslashgan teshiklar. Mana shu kattalikdagi urug'largacha eksa bo'ladi. Ya'ni mana biz sinov tariqasida qilib ko'rdik. Bu bilan hattoki chigit, makajo'xori, shunga o'xshash yirik urug'larni ham eksanglar bo'ladi.